Yo'llar qaltin-gultin murojaat tushyapti. Yo'llarni tuzatamizmi? Qanaqa bir maslahatlashib ko'raylikchi. Yo'lni tuzatganimiz ma'qulmi? Znak qo'yganimiz ma'qulmi? Znak qo'yganimiz ma'qul, znak qo'yganimiz ma'qul. Mayli, znak qo'yamiz unda. Qaltin-gultin bor deb shunaqa znak qo'ying. Yo'llar gadir-gudir deb. Xo'p. Bitta yangilik qilaylik. Nima qilamiz? Ertaga yomg'ir yog'adi. Svetni o'chiramiz. Mayli, svetni o'chiringlar, yomg'ir yog'sa, shamol bo'lsa. Hammaga assalomu alaykum. Salomat bo'linglar, sog' bo'linglar. Bugungi juma ayyam birinchi ro'za oyining jumasi hammaga muborak bo'lsin. Yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin xudoyim. Ro'zadan ro'zaga sog' salomatlikda yetkazaversin. Eslatib o'tamiz, xudo xolasa ertang 10-mart kuni yana shu miskin atamizdan yo'lini qo'ydik, open byudjet. Shuning uchun mahalladoshlar, eldoshlar hammamiz ovozimizni bir yerga beraylik. Shu yil xudo xolasa bir shu ulluning ullu bayram oyida bir tutib olaylik xudo xolasa, open byudjet orqali shu yo'limizni. Hep gelip qaltin-gultin bor deb znak qo'yib ketmasin, yo'lda o'tib bergandan znak arzon tushadi. Hammaga rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling, yaxshi kunlaringiz ko'p bo'lsin. Ro'za hayit bayramlaringiz qutlug' bo'lsin, qutlug' muborak bo'lsin. Shu yo'l qo'yilgan mana. Yo'l qo'yilgan xudo xolasa, shu yo'lni qo'ydik. O'tgan yil ham qo'ydik. Bizda 90% olib bordik, 10% ilmiy qoldi. Bu yil endi inshaalloh ulluning ullayında bayram oyida xudo xolasa hech kim hech yoqqa boshqa yerlarga ovoz bermay yetishgaymiz xudo xolasa. Shuning uchun mahalladoshlar iltimos sizlardan faqat o'zlarimizga ertang 10-mart kuni boshlanadi. Qani shu yo'l qo'yildi. Sunatamizning yo'li. Hamma ziyoratga kelgan azam bilan. Hammaga rahmat. Juma muborak.